Assalomu alaykum. Bugun obunachimizdan kelgan savolga javob beramiz. Demak, Excelda filtr holatida tartib raqami o'zgarib ketsa, qanday qayta tartib raqami bilan to'g'rilasa bo'ladi? Demak, biz ham shunga o'xshash jadvalni yaratib oldik. Ko'rib turganingizdek, tartib raqamlar, familiya va ismlar keltirilgan. Ana endi biz birinchi navbatda familiya ustunini tartib, ya'ni sortirovka qismidan foydalanamiz. Bu holatda familiyalar bosh harfiga qarab tartiblandi. Lekin ko'rib turishingiz mumkinki, bizda tartib raqamlar o'zgarib ketdi. Bu jadvalimizda Excelda odatda agar biz biron bir ustunni tartiblaydigan bo'lsak, boshqa ustunlarga ham albatta ta'sir qiladi. Shu sababdan birinchi navbatda biz qilishimiz kerak bo'lgan ish konstruktor tablits degan qismini tanlab olamiz va bu yerda preobrazovat va diapazon qismini belgilab olamiz va da tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, filtrlar qo'yilgan jadvaldan oddiy jadvalga aylantirib oldik. Ana endi nomer qo'yilgan ustunni belgilab olamiz va glavnaya bo'limidan sortirovka и filtr qismini ochamiz. Bu yerdan A dan Y gacha ko'rsatilgan belgi ustiga bosamiz. Ana endi ochilgan oynadan ikkinchisini tanlab qo'yamiz va sortirovka tugmasini bosadigan bo'lsak, jadvalimizda raqamlar tartiblangan holatda bo'ladi va familiya ismlarga ham ta'sir ko'rsatmaydi.